Bu video juda ham ko'p savollarga javob bo'ladi degan umiddaman, shu bois olishga qaror qildim. Diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar, qandaydir fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiringlar. Qaranglar, bu yerda elektromobil turadi, o'shani parkovkasi. Biz uni shitini terib berganmiz. Maksimal hamma himoya vositalarini qo'yib berganmiz. Ya'ni qisqa tutashuv bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa tok kuchi ortishi mumkinmi? Mana avtomat qo'yib berganmiz. Korpus, ya'ni metal korpusda yo bo'lmasa mashinaning korpusida elektr toki paydo bo'lishi mumkinmi? Uzoq bilan lazerlanasini ham qilib berganmiz. Yetmaganiga tok keskin ko'tarilib tushib ketish ehtimoli bor. Relay напряжениyaning eng zo'rini qo'yib berganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, maksimal himoya vositalarini qo'yib berganmiz shit ichiga. Undan tashqari mushu kapot ustini qirib tashlashi mumkin, yo bo'lmasa o'g'ri tushishi mumkin. Mana bu yoq tomoniga ham kamera qo'yilgan, eng zo'rlaridan. Bu yoq tomoniga ham kamera qo'yib berilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, maksimal sabablarni qilganmiz. Biz faqat sabablarni qiluvchimiz. Ertaga kapot ustiga mushu chiqmasligiga hech kim kafolat bermaydi yoki tok kuchi ko'payib ketib, avtomat 100% otadi va blok pitaniyasi, ya'ni invertorlari, BMSlari kuymaydi deb hech kim kafolat bermaydi. Biz har doim ibodat qilamiz va uni qabul bo'lishini Allohdan duo qilib so'raymiz. Bo'ldi, ibodat qildi, 100% qabul bo'ldi deb hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun hech qachon sabablariga suyanib qolmanglar. Sabab qilinglar, Xudodan so'ranglar, duo qilinglar. Mashinasini maksimal himoya vositalarini qildim yoki ehtiyot choralarini ko'rdim, sabablarini qildim. Xudo, bu yog'i natijasi o'zingga tavakkal. Ya'ni biz umrimiz davomida bilim olamiz, institutlarga kirishga maksimum harakat qilamiz. 2 yil, 3 yil imtihonlarga tayyorlanamiz, repetitorga boramiz, lekin 100% imtihondan o'ta olishimizga hech kim kafolat bermaydi. Sabablarni maksimum qilamiz, natijasini Allohga qo'yib qo'yamiz. Mana biz shunaqa bo'lishimiz kerak. Oxirgi paytlarda juda ko'p insonlar sabablarga suyanib qolyapti. O'sha sababdan ham mana shu videoni olishga qaror qildim. Xudo xolisa bu videoni to'liq obzorini, mana shu qilgan ishlarimizni tez orada joylaymiz. Diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar, kuzatib boringlar. Agar yoqqan bo'lsa, sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yurechani qizartirib qo'yinglar. Biz faqat xursand bo'lamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar uchun Bek Elektro.